Men To'ychiyev Ismoil, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Sharq sivilizatsiyasi falsafa fakulteti 2-kurs talabasiman. Ushbu video raqamli tarix fanidan yakuniy nazorat uchun tayyorlandi. Bugungi videomiz G'ardik qishlog'idagi Usta Karimboy ustaxonasi haqida. Keling, ustaxona bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Hozir qish mavsumi bo'lganligi uchun Qishloqdagi temirchilik ustaxonasi ishi vaqtinchalik to'xtatildi. Ustaxona tarixi haqida, uning kelib chiqishi, kimlar shug'ullangani haqida Karimboy ustaning o'g'illari So'kinjon usta bilan endi suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Biz shu qishlog'imizdagi temirchilik ustaxonasi haqida chiroyli qilib video tayyorlayotgandik. Shunga oldingizga kelib shu ustaxona tarixi haqida, qanday qishlog'imizda tashkil topgan, kimlar shug'ullangan, shular haqida sizdan ma'lumot olish uchun kelgandik. Shunga sizga savol tayyorlab kelgandim. Shunga agar xo'p desangiz savollarni bersin, bu haqida menga ma'lumotlarni bersangiz. Xo'p, usta, birinchi savolim shuki, aynan qishlog'imizdagi temirchilik ustaxonasi birinchi bo'lib kim tomonidan tashkil qilingan? Ya'ni qishlog'imizga ustaxonaning kirib kelish tarixi haqida gapirib bersangiz. U ustaxona haligi bitta Ustulov degan urushdan keyin bitta rus odam kelib qolgan. O'shandan keyin meni otam Usta Karimjon degan odam shogird ishgan. Shogirdlikka olib o'sha usta bilan ishlagan, rus usta bilan ishlab, keyin u usta o'tgandan keyin ukalarini shogirdlikka olgan. Ukalarini shogirdlikka olgandan keyin kolxozni ishini yuritgan. Arava yasagan kolxozga. Keyin mana bu lemixlarni to'g'rilagan. O'sha texnika ishlariga yordam berganda o'sha xalqni xizmatida bo'lgan. Tovar, tesha, pichoqlarni charxlab, o'tkirlab, o'shalarga nima qilib bergan. Xalqqa xizmat qilganlarda ular pensiyaga chiqib ketgandan keyin man Azimov Sobirjonni shogirdlikka olgan. Raisimiz aytganki, mana shularni ishlarini davom qilasiz deb
Men o'zim shopirchilikka o'qib shopir edim. Keyin do'konga o'tkazib qo'ydilar. Do'konda ishlab mana ham pensiyaga chiqdim hozir. Xalqning ishini endi o'g'illar davom ettiryapti. Mana shu bo'lgan voqea hammasi. Ustaxona birinchi qishlog'imizda qayerda tashkil qilingan? Hozirgi joyidan oldin boshqa joyda bo'lgan-a? Mana Najmiddin uyi bor-ku. Ha? Najmiddin Varzgon ko'chada bitta saroy bo'lardi. Ha. O'sha saroyning ichida tashkil bo'lgan. Ha, birinchi. Urushdan keyingi 41-yildan keyingi nimada voqea. Ha, voqea. Undan keyin u saroy buzilgandan keyin mana bu Najmiddinni Uyini oldi. uyi emas edi. O'sha yerda bitta ochiq joy bor edi. O'sha yoqqa do'konni qurib, u yerda bitta do'kon qilgan. Do'kon ikki tomonida o'rtasida ayvon bo'lgan, bu tomonida mani dadam bilan amakimni do'konlari bo'lgan. Bu tomonida yana ikkita urushdan kelgan ikkita Sharof Cho'lg'amak bilan Nozim Cho'lg'amak, Nozim Boyamak degan ikkalari ham urushda bo'lganda, Cho'loq bo'lgan. O'shalar ham ishlagan. Ular nima duradgorlik bilan shug'ullangan, o'sha Duradgorlik emas. Ular haligi otlarga taqa yasagan. U yerda duradgorlik bo'lmagan. U yerda temirchilik faqat. Faqat temirchilik. Ular temirga haligi otlarga taqa yasardi. Bu yerda texnikani ishini qilardi. Jemix, lapka, naralni yasab, o'sha kolxozga Kerakli foydali narsalarni yasab berganda, keyin xalqning xizmatida o'moshlarga tish yasagan, o'yvolti, ketmon, o'roq, yana shunaqa narsalarni qishloqqa nima kerak bo'lsa, o'shani qilib berganlarda. Keyin undan keyin bu yoqlar haligi uchastkaga taqsimlanib ketgandan keyin do'konni buzib, o pastki garajga olib ketdi. Pastki kolxozni garajiga. Kolxozni garajini ichiga o'rnatib berishdi. Keyin bu yoqda dadam bilan amakim ishladilar. Ular pensiyaga chiqqandan keyin men bilan amakimning o'g'illari ishladi. Jaloliddin amaki ishlaganlar, Bahrom degan, Jaloliddin degan jiyanlar ishlaganlar. O'sha kolxozda ishlaganmiz hammamiz. Hozir ham hammamiz temirchi, mana shu bolalarimizni ham xabari bor temirchilikdan. Hozir ham ko'ramizki, qishlog'imizda aynan temirchilik hunariga orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarga albatta talab yuqori. Endi bundan keyingi avlodlar aynan bu hunarni davom ettirishga harakat qilishyaptimi? Bunga o'zining fikringiz qanaqa? Endi hammasini qo'lidan keladi o'g'illarni. Endi jicha sharoitga to'g'ri kelmayaptimi yo jicha qiyinchilik bo'lib qoldi-da. Ularning hammasi bu yoqda ishlaydi, o'qiganlari haligi o'zini sohasida ishlaydi, harbiylikda ishlaydiganlar bor. Ular ham harbiydan kelsa yana ishlaydi. Albatta. Sobirjon usta, bitta nima bor ediki, aynan bu hunar birinchi o'sha ikkinchi jahon urushidan keyin, ustidan keyin dadangiz Karimoy usta, mana sizdan keyin qariyb 5 avloddan beri davom etib kelyapti. Ukalaringiz, Sharif Jo'nikon bor, Azam Jo'nikon bor edi. Hammasi ham ishlaydi. Ishlay oladi. Mana shu qishlog'imizga foydasi tegadi. Albatta foydasi tegadi. Mana shu temirchilik sohasidan. Bo'ldi. Usta bo'lsam, sizni bergan ma'lumotlaringiz uchun minnatdormiz. Mana Xudo xolasa, biz mana shu hunarni qishlog'imizda doimiy saqlab qolinishiga, u orqali qaysidir oila
ro'zg'or tebratishiga, bundan tashqari qishloq xo'jaligi uchun kerakli mahsulotlarni ishlab chiqarishiga tarafdormiz. Aynan bugun bergan ma'lumotlaringizga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Mayli, rahmat Sog' sizlarga. bo'ling. Mayli, Sog' bo'linglar. Xo'p. Mayli, yurtimiz tinch bo'lsin. Albatta, Prezidentimiz omon bo'lsin. aytganingiz kelsin. Mayli, sog' bo'ling. Xo'p.